Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bodo kompaniyasi Al Motors GMP pochta magazinimiz remontligi uchun tashqariga kichkina ko'chirganmiz. Ko'pchilik aytishi mumkin Bodo berkilib ketdi. Yo'q, Bodo ochiq, Bodo ishlaydi. Bodo bazada, eng katta bazasida. 500 kilolik 1 tonnali motorlar aksiya narxida mana. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Bugungi ish faoliyatimizni boshlaganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Laboni qarang turishini 1 tonna 200 indamay yuk oladi. Buna labolardan chumchasi hali menimcha bu teto'lida olib chiqqan yo'q mana Bodo. Qarang, Bodoni qarang, turishini qarang. Вообще GMP mana. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shunga aloqaga chiqaverasizlar. Biz bazadamiz mana. 600 kilolik GMP motorlarimiz ham chiqqan mana. Ichkarida kabinkalar ham bor. 1 tonna so'ragan, 1,5 tonna so'raganlarga. Buni qarang, turishini qarang, Bodoni. Baribir buni brend yomon-da buni qarang, Bodo. Yomon-da bu brend uchunchi. Bu haqiqiy bor zavodlardan bu. Murojaat qilaverasizlar. Ekranlarda nomerlarimiz bor. Mana akamiz ham Nomonga ondan Jamashuvdan kelishibdi. Bizni kanallarda ko'rib, mana hozir bemalol mana shu skuterimizni olishdi. Mana hozir Xudo xolasa tayyorlayapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Akkumulyator, kaska, hamma yo'q bor. Zapchastlar ham bor, bemalol. Skuterlarga skuterlar ham bor.